100 ta filmni sevaman. Ikkinchisi Jasmine Barrow. Filmda David ismli yosh deputat o'zini nomzodini hokimlikka qo'yadi va u bir kuni tasodifan bir qiz bilan tanishib qoladi. O'sha qiz bilan tanishgandan so'ng unda muhabbat paydo bo'ladi va o'shandan ilhomlanib u chiqishlarida nutq so'zlaydi va u hokimlikka tavsiya etiladi. U qiz bilan uchrashuvdan so'ng uning butun xayoli o'zgarib ketadi va hukumatga uncha qiziqmay qo'yadi. Lekin uni taqdirida hokim bo'lishi, undan keyin esa Amerika prezidenti bo'lishi yozilgan bo'ladi. Filmda taqdir qo'riqchilari bo'ladi va ular har bir insonga yozilgan taqdir bitiklarini himoya qiladi. Agar kimdir taqdirda yozilmagan burilishni qilsa, ularni tutib kelardi va jazolardi va hatto xotirasini ham o'chirib yuborardi. David ishini tashlab o'zini taqdirdan qochadi va qizni topishga harakat qiladi. Bu esa taqdir qo'riqchilariga yoqmaydi. Taqdir qo'riqchilari esa qiz va Davidning o'rtasiga tushib, ularni ayirishga harakat qilardi, lekin David taqdirga qarshi kurasha boshlaydi. Xullas, filmni profilımdagi linkdan o'tib, mana shu kod orqali o'zbek tilida yuklab olsangiz bo'ladi. Juda ham qiziqarli kino ko'ringlar.